Qushlarning mayin sayrashi bilan uyg'ondingiz. Quyosh charaqlab turibdi. Derazani ochib atrofga bir qaradingiz-u, yuz-qo'lingizni yuvish uchun yura boshladingiz. Ammo jo'mrakdan suv tushmayapti. Suv bo'lmasa nonushta yo'q. Qaynoq qahvalarni icha olmaysiz. Tushlik va kechki ovqat ham yo'qqa chiqadi. Qishda esa uyingizda sovuq hukmronlik qila boshlaydi. Chunki markaziy isitish tizimi ham, alohida isitish kotyonlari ham suvsiz ishlamaydi. Uy sovuq bo'lgani uchun isitmangiz chiqadi. Badaningiz og'riy boshlaydi. Bular shunchaki xayolga kelgan misollar xolos. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozir 1,2 milliarddan ziyod odam doimiy ravishda toza suvga muhtoj. 2 milliardga yaqini suvsizlikdan muntazam aziyat chekadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti taxminlariga ko'ra, 21-asrning 30-yillariga borib, doimiy suvsizlikda yashovchilar soni 4 milliarddan oshib ketadi. Bugun suv yetishmovchiligi sabab dunyo aholisining yarmidan ko'pi yoki 4,5 milliard kishi xavfsiz sanitariya va gigiyena xizmatlaridan foydalana olmaydi. 5 yoshgacha bo'lgan 300 mingga yaqin bolalar har yili yetarli darajadagi sanitariya sharoitlarining yo'qligi yoki xavfsiz ichimlik suvining yetishmovchiligi tufayli diareyadan vafot etadi. 2 milliard odam suv tanqisligini boshdan kechirayotgan mamlakatlarda yashaydi. Suv tanqisligi allaqachon sayyoramizning har 10 kishidan 4tasiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Barcha tabiiy ofatlarning 90% ham suv bilan bog'liq. Oqova suvlarning 80% tozalanmasdan ekotizimga qaytariladi. Qishloq xo'jaligi esa global suv iste'molining 70%ni tashkil qiladi. Bu muammolar bizni ham chetlab o'tmaydi. Ishonmaysizmi? Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Markaziy Osiyoning ayrim mintaqalarida 2040-yilga borib suv resurslariga bo'lgan ehtiyoj 3 barobar oshadi. Vaqt o'tishi bilan iqtisodiy zarar yalpi mintaqaviy mahsulotning 11%ga yetishi mumkin. 2030-yilga borib O'zbekistonda chuchuk suv tanqisligi 7 milliard kub metr yetishi mumkin. Bu 4 ta Chorvoq suv ombori yoki deyarli 2 ta Tuzkon ko'lining hajmini tashkil etadi. 2050-yilga borib defitsit 2 barobar ortadi. Oxirgi 50 yil ichida iqlim va antropogen o'zgarishlar tufayli mamlakatimizning asosiy daryolari Sirdaryo va Amudaryo o'z hajmining 20%ni yo'qotadi. Bu o'z navbatida chang bo'ronlari va qurg'oqchilikka olib keladi. Bu esa suv tanqisligi muammosini yanada kuchaytiradi. Biz suvni har kuni iste'mol qilamiz. Chanqaganda, kir yuvganda, ovqat pishirganda va o'simliklarni sug'organda. Balki shuning uchundir bugun suv bizga kamdan kam holatda o'ylaydigan oddiy narsadek ko'rinmoqda. Aslida esa usiz hech kim yashay olmaydi. Ovqatsiz odam bir necha hafta omon qoladi, ammo suvsiz faqat 4-5 kungacha yashashi mumkin xolos. Hayot butunlay to'xtaydi. Bu yurt, bu tuproq, bu mo'l-ko'lchilik nafaqat bizniki, balki kelajak avlodniki ham. Unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish siz u bizning burchimiz. Bugun bizga hayot va zavq ulashayotgan toza ichimlik suvdan kelajak avlod ham bizdek bahra olishga haqli. Suvni asrang.